Biz bugun Dream Draft ochib, shu 40 ta olmosni 50 ta qilishga urinamiz. Men hozir ochib qo'yganman. Hozir tarkib yig'ishni boshlaymiz do'stlar va biz hozir 3 1 4 2 taktikani ochamiz. Xo'sh, bu yerda Lamine Yamal albatta do'stlar. Endi darvozabonlardan Navasni ola qolamiz. Bu yerda Husanov tushdi do'stlar bizlarga. Biz albatta Husanov olamiz do'stlar. Bu albatta endi Eder Militao yaxshi menimcha bu yerda. Hernandez albatta do'stlar. Ruiz yaxshi ketyapti do'stlar menimcha. Declan Rice albatta bu yerda. Menimcha Carvajal albatta yaxshi o'yinchi, lekin bu yerda kunday yaxshi deb o'ylayman do'stlar men. Opendan olamiz do'stlar. Buni olib qo'yamiz. Kim? Delight olamiz. Shu Delitsiga 5 ta tashmadan Delight 80 karta edi desmasam shu. Tushibdi Delitsiga 16 da. Cherki yaxshi. Hammasi sariq bo'lmayapti, lekin baribir yaxshi yig'yapmiz do'stlar menimcha. Ramos va hozir Keanni olib qolamiz. Va mana do'stlar ajoyib tarkib yig'dik. Do'stlar mana sizlar o'zlaring baholab ketinglar do'stlar. Buni bo'lsak, xo'sh, mana do'stlar yo'q. Biz Husanovni qo'yamiz bu yerga albatta, chunki ajoyib o'zimizning vatandoshimiz do'stlar. Mana ular buni baholab keting. Haydir do'stlar. Va buni hozir men yutishga harakat qilaman do'stlar. Oxirigacha shuni 50 ta olmos bo'ladi va 450 ta Dream Point beradi do'stlar. Hayır.